Qishda nima uchun parrandalarga piyoz beriladi? Ya'ni bugungi videoda qishda parrandalar uchun beriladigan piyozni foydali tomonlarini yoritib beraman. Video yoqsa albatta like deb bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Sizlarni ko'p kutilmagan holda biz videoni boshladik. Hozir bu yerda boqilayotgan 3 dona kurkalarimiz, ya'ni ikkita bronza 708 va bitta bigoltimiz bor va 2 dona o'zimizning mesni jaydari tovuğimiz bor. Ularga hozir biz qishda ya'ni piyoz to'g'rab beramiz. Buni foydali tomoni shuki, parrandalarga hozirgi paytda juda keng tarqalgan va progress tarzda tarqalib borayotgan kasallik, ya'ni chuma kasalligi. Ya'ni parrandalarda fan tilida bu Newcastle kasalligi deb yuritiladi. Xuddi shu kasallik hozirda avj olgan. Va bu kasalliklar har xil havo yo'llari orqali parrandalarga ham yuqadi. Shularda endi qisman darajada oldini olish uchun parrandalarga imkon darajasida 2-3 kunda bir marotaba piyoz berishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Har kuni bersangiz ham foydasi bor, ya'ni parrandalarga bu profilaktika nuqtai nazaridan berganingizda ham hech qanday zarari yo'q, foydasi bo'lsa borki, parrandaga hech qanday piyozda umuman zararli tomoni yo'q. Hozir bularni to'g'rab beramiz, parrandalarga yeyishini ko'rasiz va siz ham har kuni parrandalaringizga piyoz berishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Oddiygina piyozni olib, kubik tarzda to'g'rab berishingiz mumkin. Ya'ni bu bir dona piyozni 2-3 bosh tovuqni hisobini olib turib to'g'rab bersangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni ko'p miqdorda beradigan bo'lsangiz, parrandani bezdirib ham qo'ymaydi va o'ziga kerakli bo'lgan vitaminlarni oladi. Mana hozir ichkaridagi tovuqlar chiqib yeyishini ko'rasiz. Keyin chuma kasalligi kurkalarga ham yuqadi. Shuni ham hisobga olib qo'yinglar. Chuma kasalligini belgisi hozirda bizga juda ko'pchilik aloqaga chiqyapti. Parranda shumshik holatda bo'ladi, ishtahasi yo'qoladi, ichi o'tadi. Shu alomatlarda agarda parrandalaringizda ko'rgan bo'lsangiz, demak chuma kasalligiga chalinganligini isboti bor. Yana bir savol berishadi, chuma kasalligiga chalingan parrandani so'yib go'shtini iste'mol qilsa bo'ladimi? Albatta, uni go'shti iste'molga yaroqli hisoblanadi. Hech qanday xavfli jihat yo'q. Bemalol agar kasallikka chalingan bo'lsa parrandalaringiz so'yib iste'mol qilishingiz mumkin. Endi hozir mana ko'rasizlar, parrandalar qanday iste'mol qiladi buni. Mana. O, qora tovuq chiqdi. Zo'r edi. Sizlar ham xuddi shunday qilib turib parrandalaringizga bersangiz, xudo xolasa, parrandalaringizda har xil kasalliklardan, viruslardan himoya qilgan bo'lasiz. Xo'p, keyin bizda Telegram guruhlar ham tashkil etilgan. Ekraningizga chiqarib qo'yamiz. Daromad TV 11 deb qidirsalaringiz, bizda Telegram guruhlar ham chiqib keladi. Ya'ni sotiladigan parrandalaringiz yoki chorvalaringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol kanalimizda sotishingiz mumkin va sotib olishingiz mumkin. E'tiboringlar uchun rahmat. Sizlarga taqdim etadigan videolarimiz shulardan iborat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' va omon bo'ling.